Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hali xo'roz turg'ani yo'q. Biz shu yerda jirmiz. Bu qayer bilasizmi? Biz Istraga kelibmiz. Istrada yana nima boshlaydi desangiz, bu yoqqa keng, endi berib keng. Shu akamiz bizni taklif qildi. Assalomu alaykum. Haligi yangi endi nima deydi? Endi qadam qo'yib kelyapti yoki bizdan bir qadam oldin bu pashalar ko'p ekan. Bir qadam oldin blogerlardan nima deymiz? Bu kishi Navruz Allamurod bo'ladi, u kishi laqay reper bo'ladi. Ana Mamoni zo'ri. Mamoni zo'ri. Taniganlar bo'lsa kerak. Ana nima deydi? Xonim Qabulova. Ha, Ma'mura xonim Qabulova. Hammalaringiz kutib qolamiz. Bizni Qachon endi bazar kunimi? nasib qilamiz bozor kunga. Aha. Do'stlar, hammalaringizni bozor kunga konsertimiz bor taklif qilamiz. Bu konsertni ko'proq Qabadion, ya'ni Zarkamarlik yigitlar ko'proq taklif qildi. Ular taklifiga, iltimosiga ko'ra biz mana tashkillashtiryapmiz. Hammalaringizni kutib qolamiz. Zarkamar, Qo'rg'on, Dushanbe, Tojikistonlik, O'zbekistonlik aka-ukalarni ham hammalaringizni taklif qilamiz. Qalliqlar bormi? Qalliqlar. Qalliqlar kelinglar deydi. Qalliqlar aytayapti. Boshqaga aytmang deydi, biz kelamiz deydi. O'zimizni qaynarli bolalar ham shu yerda ko'p deydi. Yo'q, ha? Qaynarli bolalarni ham taklif qilamiz, hammalar kengizdir. Kutib qolamiz. Mana adres Marino Derevne 205 Veli. Yana telefon nomeri, adreslarni qo'yamiz. Yozib, to'shni adreslarni yozib qo'yamiz. Yakshanba kuni, ya'ni bozor kuni hammalaringizni kutib qolamiz. Albatta, shu yerda Istrada mana Normur ukamiz kelibdi, mana Navruz ukamiz kelgan, mana Neni aytyapti? ismingizni nima aytasiz? Shu kishi. Laqay reper kelibdi. Mana o'zimni do'stim Ma'rufjon shu yerdalar. Istra Marina kafesida albatta azizlarimizni, muxlislarimizni kutib qolamiz. Mana shu yigitlar bilan mana shuni chiroyli qilib sizlar uchun konsert qo'yib beramiz. Keng ayna.